Yo'l podkastning navbatdagi soni. Bugun mehmonimiz hammamiz hurmat qilgan, hamma taniydigan Lazzak Adhamov. Любой kasbda mana shunaqa. Agarda siz 30 yoshgacha 5000 dan ko'p shu kasbingizda olmasangiz, noto'g'ri tanlabsiz. Biznesmen bo'lish yoki IT mutaxassis bo'lish. Shunga siz qanaqa qaraysiz? Hamma IT mutaxassis bo'lish shartmi? Sizga do'stingiz to'g'risini aytishi mumkin. ChatGPT u hozir andishani o'rganib qolgan, o'zbekchasiga paxta qo'yib yuradi sizga. Katta urg'uni yo'nalishi farzand tarbiyasida, farzand kasb tanlashida ota-ona beradi. Eskida bor olov, yer, suv, havo. Siz kimsiz? Havomisiz, yermisiz, suvmisiz, olovmisiz? Degandek, hozir ilmiy shunaqa testlar ko'p yoshlar uchun yoki o'zingiz uchun kimligingizni bilib oling. Ayol qizlar kasb tanlashida ularning ayollik baxtida qanaqa bir foyda beradi, qanaqa yordam beradi? Judayam. Va qanaqa qaraysiz bunga ayol inson resurs sifatida va kasb tanlashi ayol kishining? To'q zamonlar zaif odamlarni keltiradi degan narsaga mana biz amin bo'lyapmiz. Yana bu esir qayg'usi emas. Prosta misol keltiramiz-da. Masalan, Bizlarning maktabda o'qituvchilarda yarmi, bilmayman, rus sinflarida shunaqa yarmidan ko'pi, 90% bu qalbdan, ishq bilan ongli ravishda tanlangan kasb. Umuman olganda kasb tanlashda oliy ma'lumotning o'rni qanaqa deb o'ylaysiz? Bir marta kibr ko'rsatib qo'yganman-da. Endi Qotakonda bolasiman, boshqa bir shunday olganda anaqa xildilik bilan anaqa bo'ladi-ku, teleshka. Gon toshtirganman bir kun. Assalomu alaykum. Yo'l podkastining navbatdagi soniga xush kelibsiz. Bugungi mehmonimiz Lazzak Adhamov, IT targ'ibotchi. O'zbekistonda axborot texnologiyalar, tizimlashtirish, raqamlashtirish sohasini yorqin namoyandalaridan biri. Bugun kasb to'g'risida, to'g'ri kasb tanlash, hayot yo'li va hayotda kasb yo'lini ahamiyati haqida gaplashamiz. Lazzak, assalomu alaykum. Assalomu alaykum, alaykum assalom. Lazzak, shunaqa bir boshlanishi shunaqa fikringiz, insonda hayot yo'li bor. Shu hayot yo'lida kasb yo'lini ahamiyati qanaqa sizni ko'rishingizda? Zamon o'zgaradigan narsa-ku. Oldingi safar kerakli narsa hozir aktual bo'lmaydi, kerak emas bo'ladi. Menimcha kasb, hunar sekin o'zini yo'qotyapti. Chunki shunaqa kasblar bor edi, ota-bobolarimizdan qolardi. Masalan, bichuvchi, novvoy, sartarosh va ular bo'lishi mumkin. Lekin zamon shunaqa tez o'zgarib borishi bilan paydachi degan paydo bo'ldi, yo'q bo'lib qoldi. 50 mingta odam paydachi edi, yo'q bo'lib qoldi. Chiqdi, yo'q bo'ldi. Chiqdi, yo'q bo'ldi. Hozir qanaqa agentlar bor, ular ham IT bo'ladi, yo'q bo'lib qoladi. To'g'rimi? Amerikada taksistlarning o'rniga hozir уже avtopilot taksilar chaqiryapsiz. Los-Anjelesda yoki San-Fransiskadami bemalol taksistchi ham yo'q bo'lishi mumkin. Ko'z operatsiyalarida hozir faqat doktor turadi, lekin ko'z operatsiyasi полностью robotlar qiladi. Aytaylik, hattoki aqlsiz kasb bu storage deylik bu. Qorovul. Qorovulda hamma kamera qo'yib qo'ydi, Face ID, eshikni o'zi taqib yopib qo'yadi, ochadi va hokazo. Shuning uchun yigit kishiga 40 ta hunar kam degan narsa keldi. Oldingi yillari odam 18 yoshda bitta kasbga kirib, pensiyaga chiqib ketardi. Hattoki uning otasi ham shu shaxtada ishlaganida, bobosi ham ishlaganida shu yerda bir uzum ekib yoki tarvuzchi bo'lib. Hozir bir 10-20 yil oldin insonlar bitta kasbga o'qiydi, doktorlikka, lekin tadbirkor bo'lib ishlaydi. Yoki buxgalter bo'lib ham hali doktorlikka o'qigan. Keyin yana 3-4 ta kasb almashadi. Kelajakda bu targ'ibotlar bor. Bitta odam
taxminan har yili ham kasb degan narsani yoki hunarini almashtirishi mumkin. O'zgartirib turadi. Mana qayerda O'zbekistonda blogerlarga institutlar odam tayyorlaydi. Lekin blogerlar tiqilyapti-ku. Tiqilyapti. Qanaqa qilib bloger bo'lsa bo'ladi? Bir oyda bo'lsa bo'ladi, to'g'rimi? Bir oyda, 2 haftada. Shunday tashladingiz, kuryerlikni, velosipedingizni sotdingiz-da, borib narsaga iPhone'ni oldingiz-da, bloger bo'lib qoldingiz, to'g'rimi? Oldin sizga kim kerak edi? Redaktorlar kerak edi, anaqa studiyalar. Hozir Google'da Gemini Q5 ni oldingiz-da, va yona shaqatib sizga montaj, video qilib beradi. Ham rejissor bo'ling. Kechagina o'zi g'itcha edingiz balkim yoki burger qilib o'tirgandingiz yoki sartarosh edingiz. Endi musiqachi bo'lib qoldingiz. Endi bu hunar, kasb juda ham o'zgaradi bu ma'nolar. Zo'r Lazikim, zo'r talqin. Endi men yana bir to'g'rilovchi bir fikr beraman. Demak, sizning fikringizcha odam universalroq bo'lish kerak bundan buyoq. Universal deganda ko'nikmalarda, bilimlarda. Shunga sizga yana bir qarama-qarshi savolki, bo'lmasam bunaqa bo'ladigan bo'lsa, demak, universal inson bo'ladigan bo'lsa, nima ko'nikmalar eng majburiy must have deysiz-ku? Soft skill deymiz, Soft skill. Soft skill ko'nikmalar bu qarang. Ikkita kompyuter shaxmat o'ynasa-da, bir-biri bilan qizig'i yo'q. Ikkita inson shaxmat o'ynasa, qiziq, chunki oladi, shaxmat doskani g'atib urib stolga urib chiqib ketadi. Futbolda ham, o'yinlarda ham kompyuter bir-biri bilan o'ynasa qiziq emas. Inson komanda o'ynasa qiziq, qarang. Baribir odamlar orasida munosabatli biror bitta harakat bor. Qiziquvchi, shunga qiziqamiz. Odamga. Nimagadir biza kimdir Messini yaxshi ko'radi, kimdir Ronaldoni yaxshi ko'radi, kimdir boshqasini yaxshi ko'radi, to'g'rimi? Boksda ham xuddi shunaqa bir paytda sartaroshxonaga odam 20 yil boradi. Nega? Chunki bu psixoterapevt bo'lib qoladi, siz sartaroshingiz. Psixolog bo'lib qoladi. Ya'ni u psixolog emas, lekin coach psixolog-da. Avtomat shunga narxini to'lab nima qilaverasiz. Bu degani odamiylik, anaqa emotional intellect. IQni o'sha sun'iy intellekt sizlar olib qo'ydi. Mana shuncha IQ'im bor desa, bir tinga qimmat. U AI ga yetib bormaydi anaqa. Bilimdon degan narsa, hamma narsa ChatGPT da bor, bilimlar. Yana nima kerak? Hamma savolga javob bor. Lekin nima bera olmaydi? Mehr bera olmaydi. Mehr bera olmaydi. Keyin do'stlik bera olmaydi. Sizga do'stingiz to'g'risini aytishi mumkin. ChatGPT u hozir andishani o'rganib qolgan, o'zbekchasiga paxta qo'yib yuradi sizga. Shunaqa. Sizni daho qilib qo'yishi mumkin. Shunaqa. Juda aqlli gapirdingiz deb qo'yadi. Qo'shilaman deydi. Kim gaplashamiz? Yer do'maloq emas, unaqa tekisda. Davay deydi. Shu gapingiz ham to'g'ri deyishi mumkin. Bu tomonda misol xo'p, men bilan janjallashgin desangiz, janjallashadi, baribir samimiylik yo'q-da. Yo'q. Shuning uchun endi mana bu soft skilllar haqida gapirsak, biza bitta narsa sun'iy intellektda yo'q. Aql bor-u, qalb yo'q. Qalb yo'q. Ana qalbga qarab odam bilan munosabatli masalalarda yana nima yo'q sun'iy intellektda? Nestandart bunaqa. Misol o'zbeklarda bor-da, juda na prinsip ish qilishadi-ku. Na prinsip yo'q bo'ladi-da biznesda ham. Na prinsip bitta narsaga xafa bo'lib qiladi, muvaffaqiyat topadi. Haligi travma детства degan narsa yo'q sun'iy intellektda. Kimgadir mana isbotlash. Shuning uchun men o'ylayman, odamlarning ichida munosabat, mehr, samimiylik, qalb ko'zgusi, mana shu soft skillslar juda ham kerak bo'ladi. O'shanda siz sun'iy intellektga nisbatan qimmatroq qilishingiz mumkin. Misol aytaylik, KFC hamma joyda bir xil, bir xil. Everest ham hamma joyda bir xil. Lekin bitta butikovoy restoran bilan ikkinchisini juda farqi katta. Hattoki kofe qilishda ham xato qilib qo'yib bitta yangi retsept qilsa bo'ladi. Mana shu da
odamlar man o'ylaymanki kelajakda безусловный доход degan narsaga tushib qolsa, sun'iy intellekt robotizatsiya bo'lib ochlikni yo'q qilganimizdan keyin biza munosabatni qadriga yetib mana shu tomonlarda hali ko'p pul ishlasa bo'ladi. Demak, sizni fikringizdan shunaqa kelib chiqyaptiki, agar buni yana ham bir terminologiya solsak, demak, networking, munosabat o'rnatish va balki bir o'zini fikrini yetkazish, taqdimot qilish, ko'nikmalarni rivojlantirish kerak bo'ladi. Bunaqa agarda ko'nikma hard bo'lsa ham mana prompt engineering, ya'ni sun'iy intellekt bilan to'g'ri gaplasha olish, unga to'g'ri masalani qo'yish. Eng muammo sun'iy intellekt o'z-o'ziga masala qo'ya olmaydi. O'z-o'ziga ishni ko'paytirmaydi. Gap qaytarmaydi, ko'paytirmaydi. Shuning uchun masalani to'g'ri qo'yish va yechishni unga sun'iy intellekt berib qo'yamiz. Yechimini topgin deb. Lekin masalani qo'yish bu ko'p boshqacha fikrlashdi, izladuvchan da shu keyin mana shu fikringizdan yana bitta narsa esim kelib qoldi. Mana shu kasbga taalluqli. Hozir sun'iy intellektda shunaqa bir kasblar chiqibdiki, etiket menejer. Sun'iy intellektda etiket boshqaruvchisi. Demak, u sun'iy intellektda o'sha uni qaysidir savollarga munosabatini, misol uchun sizga Tramp yoqadimi, Obamami yoki qaysi dinda, qaysi joyi Mahmud ozgina shubhali bo'ldi, bunaqa degan savollarga u endi aniq javob bersa bo'lmaydi sun'iy intellekt. Shuni umumiylashtiradigan etiketdan. Hozir sun'iy intellekt egalarini qarashlarini sun'iy intellekt sekingina babirga ham o'tib ketadi, o'zi yaratuvchisin. Qarang, sun'iy intellektni ham boshqarish bu ham kasb. Chunki u haddan oshib ketishi mumkin. Xo'jayinga hujum qilishi mumkin. Endi yaxshilik qilaman deb. Keyin uni xavfsizlik tomoni qanaqa qilib fikrlaydi odamlar bilmaydi-ku, sun'iy intellekt deganda odam o'zini intellektini hali o'rgangani yo'q. Hali 1% ham miyani o'rgangani yo'q. To'g'ri. Shuning uchun sun'iy intellektni ham bilmaydi, qanaqa neyronka bilan qanaqa tushlar ko'radi, ko'rmaydi. Mana shu psixologiya bilan haligi sun'iy intellektni xavflarini, bezopaslik, ya'ni bu yerda muhofaza, insonlarda, kompaniyalarda, bolalarda sun'iy intellektdan muhofaza qilish degan kasblar eng hozir Amerikada qimmat. Ular sun'iy intellekt qanaqa qilib nimaga shu xulosaga keldi? Nimaga aldab qo'yyapti boshqa paytlari? Nega andisha qilyapti? Nega jahl chiqazyapti? Nega paxta qo'yyapti? Nega paxta qo'yyapti? O'shani o'rganib, shuni boshqaradi. Fikrlashini boshqaradi. Fikrlash tizimini, fikrlash uslublarini o'rganib, romkaga hisob qo'yish kerak sun'iy intellektda. Mana qilding endi bir vahshiy bir endi odamzod bu masala bilan anchadan oldin to'qnashgan. Har bir inson 18 dan 24 gacha ikkalasi birlashib bitta sun'iy intellekt qiladi 9 oy ichida. Keyin u 18 yoshgacha sun'iy intellekt boqadi, aqlli qiladi. U sun'iy intellekt keyin ota-onasidan gavdasi katta, kuchi ko'proq, o'zini aqlli hisoblash bo'yicha gap qaytaradigan bo'ladi. O'zi bo'ldirib qo'ysa ham bo'ladi. Keyin nima qilamiz biz o'shaning uchun urf-odatlar orqali, ertaklar orqali, diniy tomonlama, tarbiya tomonlama ota-onaga baqirma, gapini ikkita qilma, anaqaga qariyalar uyiga tiqib qo'yma, jonga tegsa balkondan tashlab yuborma degan ichidan yangi qanaqadir yo'naltiramiz. Perdaxaminchilar qo'yib qo'yamiz. Chegaralab nima qilib biz qarab qolsak orqamizdan nima qilib qo'yilmasa, Amerikadaqa sizni qayg'urib bitta o'zingiz qolib ketmasin deb qariyalar uyiga tiqib qo'yadi-da, chunki bu siz zerikyapsiz-ku uyda bitta o'zingiz. Shu o'zingizga o'xshaganlardan nima qiling, mana pul bor, o'sha yerda shaxmat o'ynab o'tiring. Ular qayin bitta qoida. Bizda yo'q, oxirgacha birga bo'lishimiz kerak, aytganini aytgan. Bu yerda ham xuddi sun'iy intellekt ham katta bo'lganda buni tarbiyasi bilan kimdir shug'ullanish kerak. Uni o'ziga qo'yib bo'lmaydi. Bo'lmasa u haddan oshib, o'zini aqlli hisoblab, bizani ham bir joyga tiqib qo'yishi mumkin. Mana bu yana kasblar, ko'nikmalar va hokazo. Qiziq talqin bo'ldi, Lazaga. Lazaga, endi sizdan shuni so'rab olishimiz kerak. IT sohasidagi kasblarni.
Hozir juda modna biznesmen bo'lish yoki IT mutaxassis bo'lish. Shunga siz qanaqa qaraysiz? Hamma IT mutaxassis bo'lish shartmi? Mana men SAP kompaniyada ishlaganman. 130 mingta xodim bo'lgan. Bilasizmi qancha IT ishchi bo'lgan? Qancha? 30 mingta. Oho. 100 mingta mana IT programma qildi programmistlar. Kimdir bularni boshqarish kerakmi? Kimdir ishga olish kerak, HR kerakmi? Rekruter kerak, HR kerak. Yangi xodimlarni o'qitish kerak. Bu yerda learning, ya'ni o'qitish masalasi bo'yicha mutaxassis. Xo'p, keyin bularni oyligini hisoblash kerak, buxgalter. Keyin kimdir fin model qilish kerak, moliyachi, yurist bo'lish kerak, to'g'rimi? Har xil yuristlar. Keyin event manager, marketolog, SMM. Katta ana qarang, 4 ta programmistga qancha odam, endi biznes agar qursangiz, qancha odamlar. Endi bular ITni tushunadigan odamlar, lekin marketolog Pepsi'da keldi, SAPga kelishi mumkin. Farqi yo'q. Yurist. Finansist. Pul bir xil hamma yoqda. To'g'rimi? Qorovul. U ish qiladigan, u farqi yo'q, qayerda ishlaydi. Buxgalter. Lekin IT kompaniya muhtoj bunga. Sizlar hammalaring programmist bo'lib startap qildilar. Kim sotadi sizlarning programmalaringni? Sotuvchilar kerak. Endi qarang, programmistlar, men oldin ham aytardim, bu mardikor kasb. GM zavodda mashinani qo'li bilan qiladigan ko'p topadimi yoki sotuvchi ko'p topadimi? Sotuvchi ko'p topadi. To'g'ri. Bilmaydi gaykani qanday buzishda ham. No, lekin mashinani zo'r sota oladi, to'g'rimi? Pulni ham ko'proq topadi. Head of marketing, CFO'lar. Shuning uchun kelajakda kompyuterchi programmist bu bizani prava olgandek mashina haydashni bilasanmi yo'qmi degani. Ikki kere ikki to'rtligini bilasanmi degani. Mana HR zo'r ChatGPTni, ITni zo'r tushunadi. Mana IT kompaniyaga HR bo'lib ishlaydi. Katta oylik olishi mumkin, bonus, sotuvchi, marketing. Endi yana baribir qaytamiz, shuningdek Microsoftda 30% kodni уже shuningdek yozib qo'ygan. Yilning oxirigacha bular 50%ga ko'tariladi. Bu degani kerak emas shuncha programmist kodovlar. Ya'ni arxitektorlar kerak, chuqur logistsiz, kompyuter zo'r bo'lasiz, yaxshi. Marketologsiz ham zo'r prompt qila olasiz va kompyuterga masala qo'ya olasiz. O'zingizni tajribangizdan, ya'ni biznesni tushunib qo'yasiz. Adamlar modniy bo'lib, odamlar qaraydiki, mana biz kompyuterchi bo'lganimizda hech kim kompyuterchi emasdi. Bu bizning ishqimiz, bizning bunga qo'ygan mehrimiz, baxtli insonmiz, pul bormi yo'qmi shundan shug'ullanganmiz. Bidruq pul keldi. Shuning uchun yoshlarga, boshqalarga aytaman, baxtli bo'linglar, o'zlaringizni missiyangiz, ya'ni nimadan zavqlanasiz, nimadan maza qilasiz, shundan shug'ullaninglar. Kompyuterchi hamma ham bo'la olmaydi. Hamma tadbirkor bo'la olmaydi-ku. Bo'la olmaydi. 2% tirik qoladi, 98% o'lib ketadi bu yo'lda. To'g'ri. 2% deb hammasi tadbirkorlikka borib, bu yo'l qaranglar, bu qabriston-u. Oson emas. O'zi mana ilmiy tadqiqot bo'yicha 2% riskni juda ham yaxshi ko'rib, risk bularni hayotiy anaqasi bo'lganlar tirik qoladi. Duxi borlar, shu Jahongir aytgandek, duxi borlar yutadi oxirida. Duxi borlar o'lib ketganlar qancha bu yo'lda riskni ko'paytirib. Xuddi shunaqa ITda ham $10,000 turadigan любой kasbda mana shunaqa. Agarda siz 30 yoshgacha 5,000 dan ko'p shu kasbingizda olmasangiz, noto'g'ri tanlabsiz. Zo'r insight bo'ldi. Zo'r. 35 gacha 10,000 olmasangiz, o'zingiz joyida emassiz. Любой kasbda. 30 yoshgacha 5,000 sizga to'lashmayapti, bilingki siz noto'g'ri kasb tanladingiz. Oshpazlar bor. Bog'chada osh qiladi. Oshpazlar bor, o'chiritga turib, siz boylarda aniga qancha to'lashadi? Qimmat oshpazlar bor, Lexuslarda yurishadi. Ikkalasi ham oshpaz. Musiqachi bor, bog'chada ding 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 qilib aniga travе сидел kuznechik qiladi. Shunaqa bastakorlar bor, musiqachilar o'chirit. Shunga nima bunga bir qaramda,
shu uyda oldida yoki o'zi tanlamagan yaxshi ko'rmaydigan kasb bor, yaxshi ko'radigan kasb bo'lsa odam shu bilan bo'lib barakasini olib Alloh nazdida bo'lsa bu yoqqa ketaveradi. Zo'r. Laza aka, mana bu temani siz ko'tarib o'tdingiz. Hayotiy missiya va baribirga ham hayot yo'lida kasb bu pul manbaida. Mana o'zingiz aytgandek $5,000, $10,000 limitlarni o'rnatdingiz. Bu zo'r insight. Demak, qanaqadir bir termometrni o'lchovida u. Demak, men shunaqa imkoniyatim bo'lyapti, shunaqa meni baholashyaptim. Demak, men o'zim ishimni qilyapman. Agar pastroqmi, demak, o'zimniki emas. Zo'r, menimcha insight bo'ladi. Savol nimaki, kasb ko'proq missiyaga mos bo'lish kerakmi yoki ko'proq daromadga ham? Bu tarozda. Hozirgi paytda endi men o'zimni kasbim bilan emas, shu ishimda boy odamlar bilan ko'p kontaktda bo'lganman va bitta narsani qildim, tepaga chiqib olib, tog'ni tepasiga chiqib olib, juda ko'p ishlab, lekin qalb sokinligi, xotirjamlik, baxt degan narsani yo'qotib qo'yganlar, sog'liqni ular ham kam emas. Endi mana siz o'zingizga savol, $100,000 borda, batareykasi 200%, kimida $10 million borda, batareykasi 0. Kim bo'lish kerak? Agarda hozir yoshlar yo 10 million bo'lsa batareykani u xom xayol, mana menga ishoninglar, men shu odamlar bilan gaplashaman, u mamnaqa emas batareykani to'la qilish. Menga baxtsiz. Noto'g'ri uydirma maqsadlar qo'ygan, uydirma to'qima qanaqadir yo'lga kirib ketgan. Shuning uchun har bir inson, meni o'ylashimcha, o'zini ne только missiyasini ham anaqa bor, testlar bor. Chet elda ko'p qiladi. MBT, keyin DISC bor, DISC bor va hokazo. Shu ChatGPTdan so'rasangiz, ko'p men kimman degan savolga birinchi javob berish kerak. Bir joyga borishdan oldin bosh nuqtani qo'yib qo'yish kerak. Keyin vektor qo'yiladi. Men kimman degan savolga siz bilasiz, siz anaqa mantiq odammisiz yoki siz kreativ odammisiz yoki sizlar odamlarni bir-biri bilan bog'lash sizda zo'rmi? Har bir insonni to'rtta mana eskida bor: olov, yer, suv, havo. Siz kimsiz? Havomisiz, yermisiz, suvmisiz, olovmisiz? Degandek, hozir ilmiy shunaqa testlar ko'p yoshlar uchun yoki o'zingiz uchun. Kimligingizni bilib oling. O'shandan keyin mana shu meni kuchli tomonlarim, bu meni zaif tomonlarim. Men 10 yil bilmaganman, shu men nihoyatda zaif menejerman. O'zi nima bilan shu agarda boshqaraman desam, shu narsa uxlatib o'ldirib qo'yaman. Nimaga? Chunki men o'zimni boshqara olmayman. Siz ham menejer chiqmaydi. Hech qachon. Shu kompaniyani qilib, odamlarni birlashtirib, vision, missionni berib, uzoqni ko'ra olib, bu yoqqa olg'a deb bo'ldi. Men anaqa sahnani bo'shatishim kerak. Maliga chiqadi-ku, hozir falonchi bastakor O'zbekiston xalq xizmati deydigan odamman-da. Lekin u ashulani, men gitarani qila olmayman. Shuning uchun har bir kompaniyada o'zini dirijori bor, o'zini skripkachisi bor, o'zida barabanchiki bor, ritm beradigan. Bu teatrda direktor bo'ladi, deyman. Siz kimligingizni bilib oling. Testlar ko'p. Oxford boshqalar testlar bor. Shundan keyin, mana meni shaxmat doskada siz kimsiz? To'ramisiz, peshkamisiz, ferzmisiz, filmisiz? Bilib olganingizdan keyin to'g'ri qadamlaringiz unumdorlik ko'p bo'ladi va unumdorsiz harakatlaringizni shunda kamaytirasiz. Zo'r. Undan keyin biz men shunaqa bo'lsam, meni ichki missiyani bilib olish uchun yana bir marta uy ishi ko'p bo'ladi. Bu podkastdan Dilts piramidasi degan narsani o'rganib olish kerak. Dilts piramidasida odam qanday qilib har bir tabaqa ustiga chiqish. Mana men kuryerlarning ichidaman, taksistlarning ichidaman, chirakashlarning ichida yoki men hozir koderman yoki SMMshkiman. Lekin men mamlakatga chiqmoqchiman. Bunga chiqish uchun siz atrofdagi do'stlaringizni ertalabdan turib
yashash uslubingizni, fikrlash uslubingizni bu yerda shakllantirib o'zgartira olmaysiz. Bir qadam tepadan qarab bu yoqqa o'zgartirish kerak. Nimani o'zgartirishimiz kerak? Mana aytaylik, men nimaga kirakashman? Chunki men mashina haydashni bilaman. Men ham mashina haydashni bilaman, lekin men kirakash emasman. Xo'p, yana nima? Men ingliz tilini bilaman. Sen-chi? Yo'q. Bo'pti, 1 soat oldin turib, ingliz tilini kirakashlik qilur, lekin boshqalarga nisbatan ingliz tilini o'rganasan. Shunda kirakashlar bilan choyxonaga vaqting bo'lmaydi. Chunki ular faqat benzin, anaqa shu siyosat emas, даже mana qayerda bamperda tuzatsa bo'ladi. Zapishni klishkada kim? Nima haqida gaplashyapsizlar? Bu tomonga o'tsangiz, ingliz tilini ertalab uy ishida qilib kech payt borsangiz, u yerda boshqacha insonlar bor. Ya'ni qaranglar, bular bir tepadagi odamlarga tushib qoldingiz. Bularni qilga tushib qoldingiz. Boshqa qiymatli. Tepa qiymatli. Tepa qiymatli. Siz average, ya'ni orangizdagi odamlarni o'rtasisiz. Atrofingizdagi odamlar. Undan chiqish uchun bir qadamdagi odamlar nima qilib ingliz tilini o'rganyapti, SMM, kompyuter o'rganyapti, boshqa narsa. O'sha yerga tushib qoling-da, bo'ldi. Mana bu yerdagi yarim chopildi, kesildi. U yerda boshqacha gaplar, u yerda boshqacha kitoblar, boshqacha kinolar. Qarayapsizki, yana bitta narsani ahamiyat beringlar. YouTube'ga kiringchi, ko'ring, sizning lentingiz nimadan iborat? Nimalar asosan nima qo'yilgan? Kompyuter juda ham aqlli, u sizning ichki dunyoyingizni biladi. Nimalarni siz ko'ryapsiz? Chiroyli qizlar, mashina, birovlarning uylari. O'shami lentingizda? Mana sizga shayton shunda mana anaqa multfilm ko'rsatib yuradi. Birovni chiroyli hayotini. Manda podkastlar Lex Friedman, ilmiy, anaqa psixologiya, detox, kompyuter, sun'iy intellekt, tariqat, yana nimalar bo'lishi mumkin. Fotoapparatlarga qiziquvdim. Hozir qanaqa qilib rasmga tushirish yoki travel. Siz kimligingizni oynangiz, bu sizni Instagram bilan YouTube'ingiz. Shunga qarangda, kimligingizni tushunib oling. O'zi beradi. O'shandan ketadi. Missiya. Ana sizni chiroyli qizlar, mashina, sizni qanaqa missiya? Bu missiya bo'lishi mumkinmi? Demak, sizni fikringiz bo'yicha ko'proq kasb missiyani ustiga qurish kerak va missiya soft skillni aniqlagan holda missiyani aniqlab, uni tagiga o'zini kasbini variantlar. Biz idealistmiz, biz qanaqa qilib to'g'ri kitob deb aytamiz. Mana bu yo'l to'g'ri, buni aytiladi. Shariat yo'li to'g'ri. Keyin chiqamizda jumadan. Ketdi, so'kib, urib, mashinani anaqa nima qilib. Biz idealda qaraymiz. Qanaqa bo'lishi kerak? Missiyani ham 2-3%, 5% odam eshitdi, qildi. Bu degani nima? Odam ChatGPT'da so'rasin. Birinchi $20 to'lab qo'ysin. Boshiga. Pul kiysin. Pul $20 juda sizni nima haqida gaplashayotganingizni u to'plash kerak. Agarda xotirasi yo'q bo'ladi, agar to'lamasangiz. Xotirasi bo'ladi, pulsiz bo'lsa. Xotira. Keyin men haqimda o'zim nima bilmayman. 2 oydan keyin bir so'rayinchi undan. Sen men haqimda o'zim men nima bilmaydigan narsalarni men haqimda gapirib ber. Desangiz, ko'p narsani tushunib olasiz. Zo'r prompt bo'ldi. Endi kelajak bitta narsa. Hamma narsa baribir hozir AI ga bog'lanib qolyapti-da. Zo'r. Laziki, menda ko'p shogirdlar bor. Shogirdlar bilan ishlaganligida, endi ota-onalar bilan gaplashamiz. Gaplashganda shunaqa bir ko'p shunaqa savol uchrayaptiki, hech qanday qiziqish yo'q. Chunki to'kin sochinlik solishtirganda, to'kin sochinlik zamonda hozir farzandlar yoshli katta bo'lyapti va bunda apatiya yuzaga kelyapti va nima qilishni bilmaslik va hech narsaga qiziqmaslik bo'lyapti. Shunday insonlarga nima fikr berishingiz mumkin? Boshqa savollarga men javob bilmayman. Lekin men o'ylayman, bu evolyutsion normal holat. To'q zamonlar zaif odamlarni keltiradi degan narsaga mana biz amin bo'lyapmiz. Lekin bolalar ko'p tug'iladi. Siz qarayapsizki, o'sha yoshdagi bolalar boksdan birinchilikni olyapti, futboldan birinchilikni olyapti, shaxmatdan birinchilikni olyapti. 100 talab bolalar Amerikani top universitetlariga grant asosida Amerikani shu 100 mingni olib
kiryapti, to'g'rimi? Germaniyani, Fransiyani, Yaponiyada bizlar o'zbeklar top menejerlar bor. Shu endi xo'p, top menejer yosh bolalarni ko'ryapmiz, katta grantlarda. Mana prezident maktabi bor. Qanaqa konkurs o'tdi? 40 qami 50 ta bola bitta joyga. Qiyin, lekin kiryapti-ku, to'g'rimi? Kiryapti. Ya'ni ko'tini qisib o'tiradiganlar bor, shunaqalar bor. Endi bularda o'zimi aybi, ota-onasi ko'p qo'ydimi? Managa vaqtimni anama qilmagin, mana senga iPad, multfilm ko'rib o'tir. Shu apatiya deganda, men o'ylayman, ota-onalarni o'zini aybi bor. Bolalar sizlar unaqa shundan shug'ullanmagansizlar. Ya'ni qiyinchilik sportga bermadilaring, musiqaga bermadilaring, ya'ni mas'uliyatni dalaga tashlab qo'ydilaring. Bog'chaga, maktabga. Men to'layapman yoki misol sog'liq to'lab qo'ydim-ku, maktab bor. Sog'liq sizni qo'lingizda-ku, misol borib poliklinikada mana diabet bor deb baqirmaysiz-ku. Siz shirinlik yedingiz, siz sport bilan shug'ullanmadingiz. Chunki men boshida aytdim, bu savolga men javob yo'q, lekin men o'ylayman, bozor iqtisodiyotiga o'xshab jungli joy-joy qo'yib qo'yadi. Shu zaiflar pastki qatlamga yashaveradi, ota-onasini puligami yoki biror narsani topib olib. Balkim har doim kech emas. Ochlikka uchrab keyin o'zini o'g'irlab olishi mumkin. Baxtlar o'yin o'ynab chempionlar bo'lib 100 minglab dollarlab olishyapti-ku. To'g'rimi? Counter Strike bilan komandalar qilib. Bu ham oson emas lekin. Zo'r. Demak, bu yerda ko'proq ota-onani aybi deb bilasiz. Chunki ota-ona sharoitni qilib, vaqtida e'tibor berib, qiyinchilikka o'zini dangasalik, o'zidan mas'uliyatni kompyuterga, o'yinga, jamiyatga, kimgadir qo'yib qo'ygani. Endi bizda qarang, yana bu bola qaysi muhitda, ya'ni muhit deganda atrof muhit, ya'ni boshda kelyapmiz. Siz atrofingizdagi o'rtacha siz. Yoningizdagilar shunaqa bo'lsa, bo'lishi mumkin emas. Shu hammasi shaxmat, matematika yonidagilarda bu bitta o'zi ular bilan birga boradi-da, kirmasdan chiqadi. Unaqa emas. Siz maktabda almashtiring, repetitor oling, kamroq yeng o'zingiz, anaqa energiya bilan olish kerak bo'la. Boring, yuguring birga bolangiz bilan. Kim aytdi shu 40 yoshda yugurishingiz kerak emas? Sport bilan shug'ullanishingiz kerak emas. Boring sport zalga, bolangiz bilan birga boring. Sizni ham batareyka sukut to'ladi. Bolani ham bola ko'rganini ko'radi. Agar kelib anaqa uyda Instagram yoki YouTube'da qarab, televizor ko'rib, ota choyxonada ona gaplashib o'tiradi. Mana model kimdan nimani o'rganamiz. Zo'r. Keyin ota-ona mavzusiga tegadigan bo'lsak, Nazika, bu yana keyingi savol qanaqa bo'lyaptiki, ota-ona istayapti farzandni yo'naltirishni. Siz aytgandek, qaysidir joyda kech qolganda va hozirgi etapda nima natija bo'lyaptiki, eshitmayapti farzand ota-onani. Eshitmayapti. Shunga mana shu joyda endi ota-ona uni yo'naltirmoqchi, to'g'ri kasbga, to'g'ri yo'nalishga, to'g'ri hayot yo'liga, lekin kommunikatsiya yo'q. Ko'plarda bo'ladi shu narsa. Javob menda yo'q, chunki hammamiz shu narsadan o'tamiz. Men ham ota-onam bilan bir paytlari dadam ilmiy tekshirish instituti bo'lishimdan bo'lmasa, men 18 yoshda men uni bo'ldi, qolib ketibdi. Ester qiladi-ku. Men aqlliman deb kavillab yurgan vaqtlarim bor. Son ota-onamdan gap eshitib, ular to'g'ri yo'lga solmoqchi bo'lib, endi men baribir ITga qiziqib shu bilan ketganman-da. Bu Amerikada juda oddiy qilishadi. Uydan chiqarib yuborishadi. Bo'ldi, hayr. 18 yoshdan keyin. Uyda qolmoqchimisan? Mana xonangni sen 20 ga kirdingmi? Men yo'q kimgadir topshiraman. $200 ga. Yo'q $200 yo'q qo'yganda yashaysan. Yo'q, chiqib ket. Araven tort. Shunaqa. Mana Amerikada singlim multimillioner, 21 yoshga bolasi kirsa, bu yerda men chiqib bo'laman-da. Ko'p oilalar shunaqa Amerikada. Mustaqil hayotga. Hammasi millionerlarda bolalar chiqib ketadi. O'tda ota-onani nimasida yashash bu ularda nimasiga, aqidasiga, madaniyatiga chiqmaydi. Shu bilan chitiqtiradi. Boylarda bolasi ham
uyma uy yurib sotishadi. Limonad sotadi, ko'chaga chiqib olib, gazeta tarqatadi, boshqa narsa qiladi, yoki kompyuterda biroz programma qiladi, garajlarda o'tirib olib. Balkim bizani milliy qadriyatlarimiz va urf-odatlarimizni reviziya qilishga vaqti keldi. Bizda qanaqa? Ham uylantirib qo'yamiz. To'yini qilib beramiz. Uy olib beramiz. Mashina. Bola tug'ilganda nevalar bo'lib qolib, biz beshik to'y qilamiz. U qilmaydi-ku o'zi yosh, to'g'rimi? Yo'q, u beshik to'y tayyor. Keyin anigi qo'g'ir va bu narsa qilib, haligi bu tomon kelin tomon tog'ora narsa tashiydi. Yoshlar nafik ishlash deydi-ku. Motivatsiyasi bo'ladi. U biladi-ku, ishda to'y qilib berishadi, to'g'rimi? Biladi, aniq biladi. Haqiqat bo'lishni atayin. To'y qilib berishni biladi. Urf-odatdan shunaqa. Qayerda yashashini biladi. Ko'chaga chiqazib olmaydi. Hech kim haydab olmaydi. Nevalar tug'ilsa ikki tomondan katta anaqa investitsiya. To'g'rimi? Ham qarishadi, ham olib ketishadi, talashib menga ber deydi. Kiyimlar, tuflilar, ovqatlar olib beradi, to'g'rimi? Bu qanaqa qatlam bo'lishdan qat'iy nazar. Kasal bo'lib qolsa, bobolari, buvalari borib pensiyadan nima qilib, mana sizga rezultat. Natija har doim ham xohlagandek bo'lmaydi. Endi faqatgina tug'ma kasallik bo'lmasa, haligi chempionlar chiqadigan. Bo'lmasa 7 endi million yiliga tug'ilganda bu anaqa seleksiya. O'zi kelib qoladi. O'xshamadimi? Nevarangizni tarbiya qiling. Bu yerda shunaqa savol tug'ilyapti, Lazaka. Endi o'sha biz ota-onalar nima deydiki, bunaqa erkinlik bersak buzilib ketadi deydi. Buzilib ketishi mumkin. Ittak bolalaringiz uyda o'tirib Instagramda buzilib bo'lgan, YouTube'da, anaqa TikTok'da. Уже buzilib bo'lgan. Развал схождения bu qilib bo'lingan уже. Shu aytaman 18 yoshda xo'p ota-onani любой farzand уже anaqa hurmat qilmaydi demayman. O'zidan ketadi haligi gormonlar. Shunaqa tabiat shunaqa gormonlar bo'ladi. Shunaqa sikl boradi. Shunaqa sikl bo'ladi. Yo'q, xo'p, armiyaga olib ketmayapsizlar. To'g'rimi? Oldin hammasini 18 yoshda armiyaga olib ketardi. 2 yil yaxshilab tarbiyalab olib kelardi. Komandirlardan kalta yeb, urib soat 5 ta mana ozon bomdodda turib, tishlarini yuvib, bir anaqa ozgina ovqatlan shukur qilib, ozgina ko'proq non bo'lib qolsa, maza qilib 2 yil butun anaqa xo'p, uni yo'q qildilar, xo'p. Anaqani ko'cha tarbiyalardi, xo'p, banditlar, har xil, razboshniklar. U ham yo'q, to'g'rimi? Hammasi ham milisa SNB bo'lmadi. Kim qanaqa? Mana yo'q, vektor yo'q. Menimcha bu juda ham katta bizaga endi mana o'zini anaqasini kelyapti. Diniy yaxshi to'g'ri tarbiya olmaslik ota-onalarni ham mana shu hozirgi 20 yoshli bolalar 20 yil oldin bu narsani sug'urib qo'ygan. Ota-onada endi ma'ni talqinimda nimaki, ota-onamni ham farzand munosabatida ikkita yo'nalishda munosabat borda. Birinchisi kommunikatsiya, muomala va aytganingizda avtoritet. Ikkinchisi tarbiya уже. Endi qarang, temir yo'lni qurmasdan u kommunikatsiya. Siz vagonni o'tga yurg'iza olmaysiz tarbiya sifatida. Farzand tarbiyasida meni fikrimda oldin kommunikatsiyani o'rnatib, siz aytganingizdek avtoritet bo'lib, aytganingizga yugurib, o'rnak bo'lib yoki yaxshi o'zi ham chiroyli natijalar ko'rsatib va bu g'oyani farzandga sotib, demak men ham shunaqa bo'lishni istayman deb turib, ana keyin sekin tarbiyani yo'naltirsa. Hozir qanaqa diniy talqinda ota-onani rozi qilish kerak bo'ldi degan bitta boltachani olib olib, ota-ona endi bu talala gap. U gap har kuni gapi. O'zbekiston kelajak buyuk davlat. Osmonimiz musaffo. Bu o'sha anaqa odamlarda anaqa bo'ladi. Dorilarga qarshi immunitet paydo bo'ladi-ku. Xuddi shunaqa lozunglarga qarshi immunitet bor. U nima deydi? Masjiddan chiqib parnuxani ko'rib o'tiradi, u nimasi yo'q. Bu yerda aytyapman, qanaqadir uzilish bo'ldi, katta. SSR paytda sizni tarbiyangiz bilan Sovet davlati shug'ullangan. Kommunistik partiya mana aytgan, mana Oktyabriyat, mana Pioner. Mana maktabdan keyin to'garaklar, maktabdan olib ketardi sizni, mana musiqa, mana sport, mana karting, astrologiya, mana astronomiya deylik, mana fotoapparat, xohlasangiz kino, xohlang raketa quring, xohlagan maktabdan keyin sizni maktab
ichida aqidangiz, ideologiyangiz kim bu? Kosmonavt bo'lmoqchiman. Chunki mana shu inson Gagarin bo'lgan-ku, Janibek falan qishloqdan kosmonavt bo'lgan-ku, palonchi odam ministr oddiy qishloqda bolasi bo'lgan-ku, men dadam Ahmadli oddiy qishloqdan rus tilini bilmasdan 3 yil armiyadan kelib 20% fora olib, institutga kirib, a'lo bilan bitirib, katta Imitation instituti direktori bo'lib, ko'p narsaga erishdi. Oddiy qishloqdan, rus tilini ham bilmasdan. Oddiy odam. Mana bu vektor, ya'ni SSR buni bergan. Ya'ni aqida, mafkura, hayot mazmuni, nima qilmoqchisan, ketdi, bu mazmunni beradi. Bu yerda siz bolangiz bilan shug'ullanadi. Bog'chada ham, maktabdan keyin komsomol, bam quramiz, unaqa qilamiz. Bizda bu nomiga nima bor edi? Kamolotmi, nima? Kamolot. Maktabda nima bor edi? Maktabdan chiqib hammasi tirikchilik bilan, ota-ona tirikchilik bilan band edi. Bu biz ularga ayb qo'ya olmaymiz. Ular tirikchilik bolani ovqati bilan band edi. Kechgacha hozir mana bular o'sdi. Bizda ham keyin bolalar ham har xil. Kecha emasmi deymizmi? Men bilmayman, boshida ko'p aytaman. Mana shu masala bo'yicha men javob bera olmayman. Qiyin savol. Keng savol. Ha. Zo'r. Endi mana shu ota-ona temasida oladigan bo'lsak, katta urg'uni yo'nalishi farzand tarbiyasida, farzand kasb tanlashida ota-ona beradi. Qayerda? Umuman bizda mentalitetda ota-ona. Bizda deylik, ha. Endi bizda dunyoning bir qismi bo'lib qoldik-ku. 7,5 million o'zbek chet elda-ku. Şimdi bizda degan narsa o'sha bir shundan nima qilish kerak? Ota-ona vrach edi, bola ham vrach bo'lish kerak. Ha? Yoki qarang, yana bu SSR qayg'usi emas. Просто misol keltiramiz-da. Bizning maktabda o'qituvchilarda yarimi, rus sinflarida shunaqa yarimidan ko'pi, 90% bu qalbdan, ishq bilan ongli ravishda tanlangan kasb. Ular o'qituvchi va ular bizni hurmat qilardik va ular o'zini kasbini yaxshi ko'rardi. Xohlab. Ha. Men o'zbek maktabda ham o'qib ko'rganman. Bu anaqa nima deydi? Erga berish uchun pedinstitutni hajab bitirib olsin. Ya'ni kasbini yaxshi ko'radigan o'qituvchilar nihoyatda kamida. Bitta-ikkita bor edi. Qolgan hammasi ertalab kelib ketishdi. U kasbini yaxshi ko'rmaydi bu o'qituvchi. Xuddi shunaqaligi ota-ona aytadi, mana mamlaqa bo'lgan, yoki pul to'lab darxozga borgan, yuridическийga borgan, chunki anaqa bo'lasan, prokuror zo'r topadi. Qadriyatlar buzilgan. Bu ya'ni harom, yana qaytamiz, harom xarishni qarang, 20 yil nima orzu havasida. Prokuror, hokim, налоговая, milisa, SNB, ya'ni birovlarning qadriyatlarini tortib olib taqsimlovchi narsa. Hech kim yoki oylik halol ishlayman deb 1-2% balkim bordir. Qolganlari bu bilan emas. Yirtqich pul topish, qaqshatish, olish edi. Mana shu bizning qahramonlar edi. Butun qishloqlarda hammasi ko'radi. Kim bo'lmoqchisan? Mana shular mana o'sdi, mana endi kelishyapti-da, anaqa. Qo'yib qo'yish kerak bolani o'ziga. Hozir bizadagi yoshli, biza paytdagi 15 yoshli bola hozir 20 yosh. Mana 5 fora berdik. Biza SSR qulab juda tez katta bo'lib qoldik. Chunki mentalni 20 yosh. Mentalni hozir tinch qo'yish kerak. Poddeska berib turish kerak, tanlab olish kerak. Majburlab qo'yib baxtsiz qilib qo'yamiz-ku. Qancha baxtsiz buxgalterlar bor. Ko'p. To'g'rimi? Menejerlar, sotuvchilar o'zini kasbini yaxshi ko'rmaydi, qanaqa qilib mijozni baxtli qiladi? Pul topsa ham, uniki emas. Demak, ota-ona o'ziga qo'yib qo'yish kerak va fonda baribirga ham nazorat qilib turish kerak. Fond. Yana qaytamiz. Test va yana test. MBIT, disk va hokazo testlar topinglar, bolalaringizni prof orientatsiya uchun testdan qilinglar. Balkim yana nima qilish kerak? Ota-ona bolani har bir to'garakka kirib chiqish kerak. Bittasini ushlab olsa, shu uning kayfi. Sportga ham borsin, musiqaga ham borsin, rassomchilikka borsin, miyani
ikkitasi bor. Bittasi matematikaga qaraydi, fizika, ximiyaga, bittasi bastakorlik, rassomchilik, dizayn. Ikkalasi ishlamasa ham sport misolida, kallasi bilan kalla qo'yadigan sportlar bor. Uni ham kallada ishlatib, shaxmatlar bor. Shaxmatga borib ko'rsin, musiqaga borsin, rassom qilib ko'rsin. O'sha yerdan keladi. Kamoliddin Bekzodga boradimi, filarmoniyaga boradimi, yoki programmistga boradimi? Hamma yoqda sinasin o'zim. Hamma joyda. Lazizga qarang, endi mana shu fikrdan yana savolga sizga, siz o'zingizda ota-ona sizga davleniya berganmi, bosim? Yo'q. Men nimaga baxtliman? Xudoga shukr, men masalan, nafaqat o'zim muvaffaqiyatli bir inson deb bilaman. Har doim podдержка bo'lgan. Mana masalan, jurnallar, kitoblar, musiqa bilan ham shug'ullanganman. To'garaklarga borganman. Sport bilan ham ko'zim yaxshi ko'rmasam ham, masalan, dadam aytadi, "Davay, keyin bosim bo'lmagan." Masalan, maktabni bitirganimda dadam selxozga bitta qo'ng'iroq bilan kirgizib qo'ysa bo'lardi. Chunki rektorlar hammasi og'aynilar. Agar nima bo'lasanmi, selxozga kirasanmi, agar qishloq xo'jaligi. Yo'q. Siz yaxshi ko'rasiz. Ketmonni ko'tarib olsa 5 dan anaqa qilishdi. Bitta narsani lekin qiynagan. Men masalan jahlim chiqardi. Ertalabda dehqonchilikni yaxshi ko'rardi dadam. Qishloqdan chiqqanda, u har doim aytardi, erkak kishini yer boqadi. Bilishing kerak, sug'orishdi, o'tashdi, ariq qilishdi, ekishdi, chopishdi. Shunaqa bezillardim. Dadam, men kompyuterchi bo'laman. Qanaqa bu anaqa ketmoningiz? Quyosh chiqishi bilan ishlatardi-da. To'g'ri, to'xtab turing Lazik. Sizga bu diskomfort berardi. Otangizgachi baxt berarmidi u? Yo'q, u o'ylardi, menga yaxshilik qilyapti. O'zlariga. U o'zi yaxshi ko'radi shu ishda. Va shundan baxt oladilar. Ha, u aytardi, qanaqasiga mana zo'rku, u ertalab u bo'lmasa olim, uyimizda Volga bor. Kvartirada turamiz. Yer olib chopaverardi, kechasi bilan sug'orib, o'tab, ekib, daraxtlar qilib, parvarish qilib, bog'bon ekansiz, men nega bog'bon bo'lishim kerak? Men shunaqa mana odam 27 sotka uchastka bor edi. Ukam bilan otamiz o'tgandan keyin bir oyda sotib oldik buni. Qarashga odam. Hali ham aytadim, o'g'lim, nimaga bizga uchastka yo'q? Voy, menda travma yoshligimdan. Men ko'rsam, ketmonni eslasam, yer ko'rsam, zato, xo'p, agarda apokalipsis bo'lsa, men aniq chopalaman, pomidor ham ekaman, nima qilishdi, qancha gon solishdi, qaytni olishdi, bilaman bu narsani, lekin 30 yildan beri shug'ullanganim yo'qman. Ko'ringiz, bu yerda bosim o'ylagan bu kerak. Lekin qarang, tarbiyaviy tomondan men o'ylaymanki, qo'l mehnati odamda foyda bergan deb o'ylayman. Jahl ustida ham nazlo kompyuterchi bo'ldim-ku, muvaffaqiyatga erishdim-ku. Demak, foyda bo'ldi. Foyda bo'lgan albatta. Zo'r. Keyin odamda nimasiga ham qarash kerak. Eng katta dushman bu qo'rquv bilan kibrda. Qo'ysa nimalar hislatlarni qo'yib qolsa, duxini olib qo'yishadi bolalarni, otalar ko'plari. Odam bo'lmaysan. Yo'q, ko'p anaqa qiladi, anaqa qo'rquv qiladi. Bilasiz, biz unaqa bo'lmagan. Yana ikkinchi masala, bir marta kibr ko'rsatib qo'yganman-da. Endi Qotakonni bolasiman, mastaqa bir shunni olganda anaqa qildiri bilan anaqa bo'ladi-ku, teleshka. Gon toshtirganman bir kun. Anaqa bunaqa qala qaynab yotgan sassuv bog' bor. Butun og'aynilarim ko'rsin qilib, nimadan mahalladan gon toshtirdi. Svejiy gonga toshtirganlar. Ha, sen hali o'zingcha anaqa bo'lding yoki bir sotivilar bilan bir anaqa o'zimdan xuddi ketdi, bir kun telefon qilib kelib yaqindi uyga. Nima qilish kerak desa, loyda anaqa tayinlab qo'ydim. G'ish qilamiz dedi. Dada dedim, qancha qish kerak dedim. Hozir borib bir ikkita mashina olib kelaman. Yo'q, bunaqa g'ish emas, paxsa uy qilamiz. Bo'pti, hozir 20 ta mavdikor olib kelaman desam, mavdikor nima qilamiz? O'zimiz anaqa erkakmiz hozir. Shanba yakshanba, davay o'tir, anaqa qilamiz. Yashin dedi. Yana gap qaytardim, bitta kishpirish so'kdi. Shuni yechindim. Oyog'im bilan haligi loy qilaman. Qanigini toshiyman, to'kildim, 2 kundan keyin turolmayman deb uydan aytadi.
sport zalga borardingda olib tashlashlik qilib hamini ham eplanmading deb shunaqa bir tarbiyaviy anaqalar qilib turardi orada. Endi qaranglar, siz aytdingizki har xil testlarni ham aniqlash kerak. Endi siz kasb tanlagan, o'zingizni qidirgan payt testlar bo'lmagan. Siz qanaqa his-tuyg'u bilan, nimalar bilan shuni o'zingizni topgansiz? Shu nima kuchli siz tarafingiz? Mana hozir aytasiz, menejerlik meni zaif tarafim, boshqara olmayman. Endi afzallik tarafingiz bor, vision, keng fikrlash yoki mentalitetdan tashqari fikrlash qobiliyati. Programmist bo'lardim agarda anaqaga pulga qiziqib ketmaganimda. Hozir ham programmist bo'lib yurardim, takoy yaxshi, qimmat. Просто u paytlarda bir shunaqa bo'lib qoldi, programmistlarga bir tiyin pul to'lamasdi. Men bitta qizni yaxshi ko'rib qo'ygandim, u Moskvaga o'qishga ketuvdi. Samolyotga borib kelish juda ham qimmatga tushganiga men biznes tomonga ketdim, ya'ni kompyuterda atrofida. Lekin odam ota-ona zirya bo'lish kerak, nima bilan bola qiziqyapti. Mana misol loydan masalan plastilindan qilib yuribdi. Balki u zo'r anaqa skulptor bo'ladi, kulol bo'ladi. Qo'l bilan qilsa. Qani anaqa bizga shunaqa qilardi, ana o'yinchoqlarda qaraganda qarasam, men o'yinchoqlarni buzyapman. Keyin konstruktorlar olib berishni boshlashdi. O'zi buzilgan. Yig'ish kerak-ku. Buni yig'yapsan ekan, keyin texnika bunaqa, keyin programmistlikka qiziqqanda bo'ldi, mana programmist bo'lsang, programmist bo'lgin. Singlim misol a'lochi bo'lib moliyada o'qigan, keyin Amerikaga ketgan. Dadam bo'pti, qizim Amerikaga deb jo'natib qo'yishgan. Anaqa Toshkentda anaqa ko'rmagan qizda Amerikaga. Kichkina ukam sal o'qimay turdim, ishga joylab qo'y deganda, agarda ota-ona sezsa, что siz bolangiz uchun avtoritet emassiz, oralaringizda har xil do'stlaringizga bolangizni shogirdlikka berib ko'ring, balkim u odamlar avtoritet bo'lib qoladi. Zo'r. Ustozga, boshqa ustozlik. Menga shunaqa bo'lgan. Haligi qo'ldan chiqib ketganimda garajga o'tga betga bergan, o'tda shunaqaligi bolalar 20-23 yoshli, masalan 15 bo'lsa, ya'ni 18-20 dagi o'ziga odam ko'chada avtoritet bo'lib turib qoladi-ku. Endi buzg'uvchi bo'lish kerak emas. Yaxshi avtoritet, yaxshi. Anaqaga mashina avtomatlashtirishga bering-da, tanishingiz bo'lsa, sinfdoshlaringiz ichida kimdir mashina tuzatuvchi. Balkim shu bilan shug'ullanib ketar bola. Yoki bitta kafega ofitsiantlikka bering, yoki anaqa poverlikka, balkim pover bo'lib qolar. U o'zidan katta, siz 40 yoshsiz, 20 yoshlilar 15 yoshli uchun qanaqadir o'ziga anaqa topib oladi, ustoz. Bu aytgan gapi gap bo'ladi, ota-onaniki emas. Menda shunaqa bo'lgan. To'g'ri. Shunga uyda ushab qolib, yoqa berib ko'rish kerak. Sizni ham demak ustozlarga berishgan boshqa. Juda ko'p. Va u naf bergan. Men men uchun anaqa shu anaqa taekvondoga borardim, keyin bunaqa har xil odamlar shunaqa bo'ladi. Men ukamda shunaqa bo'lgan. Bitta kompyuter firmaga berganman. Shunaqa bo'lib qolgan, ustoz bo'lib qolgan ukam uchun. O'zim og'aynim. Meni gapim emas, dadamniki emas. Haligi galstukni kiyishni o'rgatardi. Uyga kelsam anaqa musiqani eshitardi. Nima musiqa eshitibsan? Andrey aka berdi anaqa musiqa deb. Juda ko'p ukami hayotimni o'zgartirib yuborgan. O'qishga kirganingizni o'rganib, mana hozir Saudiyani oldida o'nda ishlaydi. U paytda 3-4 yil yugurdik qilib berganman bo'lmasa ukami. Jo'tga ustoz. Menejer bo'lib ketgan, anaqa keyin ko'p miyani o'zgartirib olgan. Zo'rna. Endi ozgina buramiz temani. Endi ayol qizlarga o'tamiz. Ayol qizlar kasb tanlashida ularni ayollik baxtida qanaqa bir foyda beradi, qanaqa yordam beradi? Juda ham. Va qanaqa qaraysiz bunga ayol inson resurs sifatida va kasb tanlashi ayol kishini? O'zim men endi hozir ota sifatida mana qizim bor. Bizda O'zbekistonda ayollarga nisbatan nihoyatda zulm ko'p. Bu bizani qadriyatlarimizga kiradi, degadir-da. Urushadi, boshqa narsa qiladi. Nimaga? Yoki misol ajrashib ketadi. Erkak 6 sekund kasbi bor, boshqa qizni topib oladi.
birpasda. Qiz bolachi? Bitta ikkita bola bilan. Ikkinchi xotin bo'lishga anaqa rozi bo'ladimi endi? Kasb hunar bermagansiz. Sizni yoshligidan zo'r kelin, zo'r xotin, pishiruvchi, itoatkorlikka tarbiyalagansiz. 40% ajrashish O'zbekistonda statistikani olaylik. Men o'ylab topmay, 30-40% почти bu epidemiya-ku. Ajrashayotgan bo'lsa, o'g'il bola topib oladi. Hayotini ham, pulini ham boshqasini. Yo'lini topib oladi. Qiz bolachi? Ikkinchi tomon, nega shunaqa o'zi bo'lishi mumkin? Chunki qizlar zaif situatsiyada erga teganda bo'lib qoladi. Qayoqqa ham ketasan? Kimga keraksan? Kim oladi? Kim oladi seni? Bitta o'tir. Borsa ham ota-onasi tepib yana haydab oladi. Nima keragi bor? Biz seni erga berib oldik, yana qaytib kelishing. Yuzimni yerga qaratma deydi. Ha. Yaxshi kasb, ilm bersangiz, qiz bolaga, mana qizim Germaniyada o'qib, hozir magistraturada o'zi $3-4 ming dollar topadigan bo'lsa, qanaqasiga siz unga yetalasiz? Qayerga borasan? Kim sanadi? $3-4 ming dollar topaman o'zim. Har xil bo'lishi mumkin. Men bir paytlar juda ham inqirozga uchraganda biznesdan o'tdan men uyimda men ayolim 3 ta ishxonada ishlagan. Homilador bo'lsa ham 2-3 ta diplomi bo'lganda qarang. Men ham Moskvada o'qigan, ham yana diplomim bo'lib ishlab 2-3 ta joyda 1 yildan ko'p shunaqa bir payt bo'lgan. Misal men ayolimni puliga yashaganmiz. Men juda bir depressiyada, uyimga ishim o'xshamagan, bunaqa bo'lmagan. Endi hozir mana bo'ptira. Hozir конечно chet el millionerda ayoli bo'lib yuribdi. Shunaqa paytlar bo'lgan. Tenglik deganda bizaniki munosabatda pastroq bo'ladi, lekin aniq kalta yemaydi. Uni hech kim haydab olmaydi, zulm qila olmaydi. Qachon siz zulm qilasiz? Mana qarang, chet elda siz ekologiyani buzmaysiz, chunki katta shtraf olasiz-da. Siz o'rgangansiz ekologiyani buzmaslik. Musor tashamaysiz. Shtraflar orqali sizlar tarbiyalab qo'ygan. Keyin ota-ona tashamagandan keyin bola ham tashamaslikka o'rgangan, Xuddi shunday. Lekin bizada tabiat sizga sdachi bera olmaydi. Musor tashaverasiz. Bolalaringiz ham buni o'rganib qolgan. Xuddi shunaqa men aytmayapman, что erkak kishi zulm qilish kerak. Qilish kerak emas. Lekin qila olsa, qiladi. Imkon bo'lsa. Imkonni yo'q qilib qo'yish kerak. Ya'ni u o'ziga tura olish kerak. Даже Xudo saqlasin, agarda u yomon inson bo'lib qolsa, masalan, yoki to'g'ri kelmasa hayoti, qo'rquv yo'q-da. Chunki u o'zi bolalarini ham eplab keta oladi. Mana shuning uchun endi ishlamaydigan ayollar iqtisodiyotga ham zarar-da. To'g'ri, chunki inson resursi. O'zbekistonda 50% ayollar. U testirovщик bo'lishi mumkin, SMM-shik bo'lishi mumkin, prompt injener bo'lishi mumkin. Uyda ham o'tirib juda ko'p nimalar bor, kasblar, onlayn o'qituvchi bo'lishi mumkin ingliz tilidan. To'g'rimi? Bemalol. Keyin o'qimishli, missiyasi bor, dunyoqarashi keng qiz bola o'zidan past bolaga sevgi muhabbat bo'lsa ham tarala qilib nima qilmaydi. U miyasi to'g'ri kelmaydi. Hech bir yerga tegib ketish emas, haligi bosimda. O'zi siz ham nima o'qitmagan qizingiz bo'lsa tez erga berib olishga harakat qiladi ota-ona, to'g'rimi? Shunga aytdim qizlarga. Albom o'qishga keringlar, 4 yil sizlarga fora bor. 4 yil vaqt. 4 yil vaqt erga berish olmaydi sizga. Bemalol o'qiysiz va institutdan o'tdan o'zingizga teng va o'zingizdan yuqori kelgan insonni topasiz. O'sha atrof muhitda qarang, yana bizada 2 ta aqlli ota-ona bo'lyapti va aqlli farzandlar. Nimaga barglar ko'k, nega quyosh sariq, nega osmon bunaqa rangda degan savollarga bolalarga kimdir javob berish kerak-ku. Men misol Ahmad onam любой savolga javob beradi bizda. Futbol ko'rayotganda ham aytardi, "Qara, nechta anaqa" derdim. Sanardik 11 ta.
bu tomondan nechta deydi, 11ta. Nimaga 11ta deydi? Mana zashita deyman, pro zashita deyman, 4-5 yoshda futbol tushuntirgan даже hammaga. Ayam vrach bo'lsa ham yapon tilini bilgan. O, Просто qiziqish bilan o'rganib qo'yganlar. yapon bitta serialni ko'rib qolgan, voy bizga anaqa ekan deb men o'rganib yurgan, pensiyaga chiqqanda ham. Ayol kishini aqlli bo'lsa, mana bizani uchala bolamiz, bizlar uchalamiz muvaffaqiyatlimiz. Onani roli juda ham nihoyatda katta. Zo'r. Endi oliy ma'lumotda aytdi, endi ayol kishini limit bo'lib turadi. 10 minut aka. Shu kontrakt puli to'sib turadi uni. Qizingiz sovchilikka borganda kontrakt o'tib, byudjet o'qiydi deydi. Umuman olganda kasb tanlashda oliy ma'lumotda o'rni qanaqa deb o'ylaysiz? Oliy ma'lumot, ya'ni bu yoshlarga, yana bu aytibman, 3-4 yil fora. Birinchidan oliy ma'lumot odamni o'qishni o'qitadi. Nimani farqi yo'q? Odamni o'qish, ya'ni deadline degan narsa bor, palonchi narsaga mana qo'rquvlar, ertaga o'lishim kerak, uxlamasdan metod topadi. O'rganish yo'llarini, tez kitob o'qish, anaqa borib munosabat, birovni o'zini o'rniga o'qitishmi farqi yo'q. Sotsial adult, ya'ni kattalik anaqa munosabatlarni o'rganib, mas'uliyat olish, imtihon, ishxonada ham shunaqa deadline bor, plan bor, bajarishingiz kerak. Ko'p narsani institut o'qitadi. Uni bitirganingizdan keyin u bilan ishlashni, nimani, irrigatsiyani bitirgan odam bizda prezident-ku. O'zbekistonda bu prezident tayinlaydigan institut yo'q. Bosh vazir tayinlaydigan yo'q. Telekomdan chiqqan odam bosh vazir. Hokim tayinlaydigan yo'q. Hokim tayinlaydigan yo'q. U maktab o'qituvchisi hokim bo'lishi mumkin, suv xo'jaligidan chiqishi mumkin, to'g'rimi? Ya'ni aytaylik top menejer. Siz tibbiyotni bitirdingizda yaxshi vrach bo'la olmaysiz, lekin siz zo'r organizatorsiz. Shu kamolotni boshqargansiz, qilib siz klinika qilasiz, firma qilasiz, odamlarni ishga yollaysiz. Va Zafar aka matematik bo'lgan bilan eng zo'r kartinkani qildi-ku, to'g'rimi? Demak, oliy ma'lumot yana bir 3-4 yil fora. Kasb tanlashda imkoniyat, odamlar o'zini topib olishda yana ozgina fursat. Chunki agarda siz institutga kirmasangiz, sразу ishga ketdingiz-da, и o'tda anaqa kirib ketdingiz. Butun umr oxirigacha balkim shu magazin ochib oldingiz-da, magazinda chiqa olmasdan ishlaysiz o'tda. Qachon siz kitob o'qiysiz, har xil fanlarda qiziqishlar, institutdan keyin odamlar bilan tanishish. Yana institutga nima kerak? Muvaffaqiyatli insonlar ko'proq institutdan chiqadi-ku. Ajab bo'lmasa siz og'ayningizni institutdan mana bunaqa do'st bo'lganlar firmalar qiladi yoki unga ishga kirasiz, chunki sizni 1-kursdan 4-gacha ham kulfatda, ham baxtli paytlarda kimligingizni ichki odam bir-birini bilib oladi-ku. Kursdoshingiz vazir bo'lib ketadi. Chunki bu fursat, bu imkoniyat oldindaqa bu mast emas, ya'ni muvaffaqiyatli bo'lish uchun institutga kirish kerakmi? Yo'q, lekin muvaffaqiyatni haligi shansini ko'paytirasiz. Zo'r Lazaga. Bo'lmasam xulosa yasaymiz, vaqtimiz tig'iz. Lazaga, siz o'zingiz yana bir shu kasb tanlashga tegishli o'zingiz etish istagan, etmagan va umumiy men xulosa qilib beraman, siz fikrlaringiz. Demak, kasb tanlashda maqsad missiyani o'rnatish kerak, odam o'zini topish kerak, ota-ona qo'yib berish kerak, lekin ozgina nazorat qilib turish kerak va avtoritet bo'lish kerak. Oliy ma'lumot muhim, ozgina fursat beradi, insonlarni o'qishga imkon beradi, kommunikatsiya xususiyatini oshiradi va babriga ham qanaqadir katta marra qo'ygan bo'lsangiz, uning ichida oliy ma'lumot qadami bor, zina poyasi bor, baribirga uni o'tash kerak va unga unaqa katta yuklama qo'ymasdan hayotdagi bir fursat 3-4 yil unga qarab va kerakligi ko'nikmalarni undan olish kerak. Eng kamida kursdoshingiz vazir yo hokim bo'lib ketadi, juda bo'lmasa sizni tortadi degan fikrlar. Keyin shu trendlarni kuzatish kerak, hayot qayerga ketyapti. Hozir eng zo'r kasblar bu, chunki kimdir 10 yil oldin harakat qilib qo'ygan. Bular hozir anaqasini so'kini ichadi. 10 yildan keyin nima bo'ladi? 10 yil oldin kim kompyuterchi bo'lmoqchi edi? Hech kim. 10 yil oldin kompyuterchi bo'lganlar hozir eng zo'r pulni olyapti. Kecha kursga kirganlar emas.
Bu degani kelajakda nima bo'ladi? Yana bitta narsa esdan chiqdi. Yoshlarda bo'sh vaqtingiz sizni eng katta yana dushmaningiz. Yoshlarni judayam bu degani siz o'zi topolmadingiz. Ya'ni qizi bitta narsani odam topib olsa, shu bilan ko'p shug'ullanadi, to'g'rimi? Pul bo'ladi, ham shug'ullanadi. Kasal bo'ladi chunki. Sizga kasal bo'ladi. Shu bilan shug'ullanaveradi. Keyin mana shu kitoblarda yozilgandek 10,000 soat shug'ullanib qo'yadi. 10,000 soat shug'ullangan. Professional darajaga yetib qoladi. Bu eng qimmat professional darajaga yetib, bu bo'ldi, o'chirib bo'ladi. Mijozlar, odamlar shu haqida. Mana misol hozir men dasturchi 20 yildan beri dasturchi emasman, lekin dasturchilar bilan bemalol gaplasha olaman-ku. Lekin salesman. Qarang, SAPda men dasturchi emas, sales bo'lganman. Shu yerda $1 million ishlab olganman. Sotuvchi bo'lasiz. Sotuvchi deganda, ya'ni magazinda ham sotuvchi, B2B da muvaffaqiyatli sotuvchi bo'lganlik. Qarang, B2B da katta odamlar bilan, muvaffaqiyatli odamlar bilan gaplashganingizda nima haqida gaplashasiz? Qarang, qaytamiz, kitob o'qish kerak, ularda siyosat haqida, iqtisodiyot haqida, din haqida, fanlar haqida, falsafa haqida, trendlar haqida gaplasha olishingiz kerak. Qiziq, 1 soat odamni e'tiborini o'zingizda ushlab tura olish uchun eruditsiya, ilm, yana izlanuvchanlik, bu bo'sh vaqtda bu bilimda anaqa kelmaydi, storieslardagi lentani o'ng qo'li bilan faqat bu mashq bo'ladi haligi. Panjaga mashq, undan tashqari yo'q, degradatsiya ketadi. Undan ko'ra telefonda olib qo'yish kerak. Umuman telefonda uxlash kerak emas hech qachon. Kechasi bitta chuqur narsani o'qiganingizdan keyin lentani qilsangiz, unaqa zamishение bo'lib qoladi. Shuning uchun bo'sh vaqtingizni nazorat soling, havda shu nafsga nazorat qilib turish kerak. Qani, menga yoqyaptimi, nafsimga yoqyaptimi? Doim savol bertirish kerak o'ziga o'zi. Juda anaqa nima bo'lish kerak? Sinchik bilan e'tibor qarab turish kerak odam o'ziga. Chunki tortadi. Kompyuter o'ynaymiz, ertaga qilasan. Hozir. Ulgizlar, kompyuter, ertaga nima qilasan, ertalab turib yugurib, qo'y anaqa. Disiplina, sport. Nihoyatda yoshlar uchun sport prosta must. Odamni disiplina qiladi. Sportga majburiy. Birinchi majburiy bo'ladi, keyin siz o'sha yoqib qoladi, sportsiz nima qila olmaydi. Bu juda katta energiya talab qiladi. Kelajakda katta ishlar bilan shug'ullanish uchun katta energiya kerak. Katta odamlar bilan gaplashish uchun katta energiya bo'lish kerak. Energiyangiz yo'qmi, muvaffaqiyatga erisha olmaysiz kelajakda. Sport energiya beradi. Eng katta batareykani to'ldiradigan narsa sport. Va to'g'ri tanlov. O'zini to'g'ri topib, to'g'ri yo'nalishni topish ham energiya. Ha, lekin energiya va sport keyin odam anaqa sal ongda ostida bilish kerak haqiqatan nima uniki. Buni hozir menga do'stlarim aytayaptimi? Ota-onammi? Ichki dangasaligimmi? Yoki boshqa narsa? Qiyin savol. Oddiy javoblar yo'q bunga. Vaqt davomida keladi. Ko'p narsaga men o'zimcha hozir gapiryapman, lekin meni gapim to'g'ri emas. Bu meni fikrim faqatiga. Meni munosabatim. Bu haqiqat emas. Har bir odamning o'zida haqiqati. Siz talqiningiz, sizni meni talqinim, meni buni fakt qilib olmanglar. Yana laziz deb boshqa odamlarni ham eshitinglar. U uchun rus tilini o'rganinglar, ingliz tilini o'rganinglar. Katta o'sha yerda juda zo'r podkastlar bor. Bizda O'zbekistonda bunaqa aqlli odamlar yo'q. O'sha yerdagi Berkeley, Stanford, Yale, Harvard, Oxford, Cambridge'larni bitirgan katta olimlarning ingliz tilida zo'r podkastlari bor. Eshitinglar ularni ingliz tilida. Mendan ham ko'p ular gapirib beryapti, nima hayot qaqib ketyapti, nima bo'lyapti. Qisqa savollarga o'tamiz. Laziga siz 18 yoshga qaytib qoldik deylik. Birinchi bo'lib o'zlashtirgan ko'nikmalaringiz. 18 yoshda menda hamma narsa bo'ldi. Sport, din, kompyuter bilan shug'ullanish, kompyuter o'yinlar ham o'ynash. Men full yashaganman. Men 18 yoshda bitta narsani u kerak emasdi u paytda. Juda ham qattiq ingliz tilini o'rganishim kerak edi. Isvorardim bu yerda. O'sha qilmaganman.
Demak, 18 yo'q qaytib ingliz tilini ushlab olardingiz. Bosh ushlab olardim, 24-25 ta surardim bu yerda. Zo'r. Keyingi savol. Butun dunyoda aytaylik, endi iqtibos savol. Bitta kasb qolish kerak, qaysini tanlardingiz? Qaysi qolsin derdingiz sizga ovoz imkon berilsa? Butun dunyoda bitta qolsami, Bitta qolsa. o'qituvchi bo'lardim. Zo'r. Hozir siz IT, sotuv, mana shu qobiliyatingiz o'chirib qo'ysak, sizni ishdan bo'shatib yuborsak, nima ish qilardingiz? Shu ketmonni olardim. Dadam Dehqonchilik. tashlab ketgan dehqonchilik. Ota kasb qilardingiz. Ota kasb qilardim. Zo'r. Lazzaga rahmat, baraka toping. Insightlar uchun, fikrlaringiz uchun sizga ham muvaffaqiyat tilaymiz. Ilmingizga ilm qo'shilsin. Siz ham farzandlaringizni rohatini ko'rib, yaxshi bir baxtli hayot bo'lish nasib etsin. Aytganingiz rahmat. Podkastimiz sizga foydali bo'ldimi? U holda kanalimizga obuna bo'ling. Ma'lumotlar barchaga yetib borishi uchun ulashing. Jamiyat islohiga xizmat qiladigan kontent ko'payishiga birgalikda hissa qo'shaylik.